Bizga eng ko'p kelib tushadigan savollardan biri qanday qilib jamoatchilik ekologik nazoratchisi bo'lish mumkin? Agar siz ham tabiatni asrash, atrof muhitni muhofaza qilish va ekologik huquqbuzarliklarni aniqlash hamda oldini olishga o'z hissangizni qo'shishni istasangiz, buning aniq tartibi bor. 18 yoshga to'lgan O'zbekiston fuqarolari jamoatchilik ekologik nazoratchisi bo'lishi uchun Ekologiya milliy qo'mitasining hududiy boshqarmalariga yoki info.eko.gov.uz elektron pochta manzili orqali ariza topshirishlari mumkin. Arizaga pasport yoki ID karta nusxasi hamda 3x4 o'lchamdagi fotosurat ilova qilinadi. Shundan so'ng komissiya tomonidan tasdiqlangan nomzodlar ro'yxati shakllantiriladi va Ekologiya milliy qo'mitasining rasmiy veb-saytida e'lon qilinadi. Nomzodlar 72 soatlik bepul o'quv treninglarda ishtirok etib, yakuniy imtihondan o'tadilar. Imtihonni muvaffaqiyatli topshirganlarga 3 yil muddatga amal qiluvchi jamoatchilik ekologik nazoratchisi sertifikati va guvohnomasi beriladi. Jamoatchilik ekologik nazoratchilari bepul ta'lim olib, o'z malakasini oshiradilar. Ular ekologik qonunchilik talablariga rioya etilishini nazorat qiladi. Davlat organlari tomonidan o'tkazilayotgan ekologik nazorat tadbirlarida kuzatuvchi sifatida ishtirok etadi. Shuningdek, ekologik huquqbuzarliklarni aniqlash, tegishli hujjatlarni rasmiylashtirish, dalolatnoma tuzish, qonunbuzarlarga nisbatan ko'rilayotgan choralarni kuzatish hamda ekologik masalalar bo'yicha jamoatchilik fikrini o'rganishda faol qatnashadi. Ekologik nazoratchilar turli ekologik tadbirlar va aksiyalarda ham ishtirok etib, atrof muhit muhofazasiga munosib hissa qo'shadilar. Faol jamoatchilik ekologik nazoratchilari rag'batlantirilib boriladi. Xususan, daraxt kesish bilan bog'liq huquqbuzarliklarni aniqlagan shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravari miqdorida mukofot beriladi. Boshqa ekologik huquqbuzarliklarni aniqlaganlik uchun esa undirilgan jarima mablag'ining 10% gacha qismi rag'batlantirish sifatida to'lanadi. Tabiatni asrash har birimizning burchimizdir. Jamoatchilik ekologik nazoratchisi esa bu yo'lda davlat va jamiyatning muhim ko'makchisi hisoblanadi.